Assalomu alaykum azizlarim. Men Niyaz va Nodira, Namangan viloyati Chust tumanidanman. Yoshim 41da. Meni 5 yildan beri bo'g'imlardagi og'riq, oyoqdagi uyushish, tovondagi sanchiq, ko'p bo'lmasa ham ortiqcha vazn bezovta qilayotgandi. Men sog'lig'im bo'yicha Toshkent shahar salomatlik markazi bilan bog'landim. O'zi dori ichishga qiynalardim. Lekin uni qanaqa ichaman ekan deb avvaliga o'ylandim. Lekin bu tabiiy vositalar kapsula ko'rinishda ekan, ichishga ham oson ekan, hidi yo'q. Ichdim. Bir haftadayoq o'zimda natija sezdim. Hozir oyog'imdagi uyushlar ham yo'q. Tovondagi sanchiqlar yo'q. Holsizlik yo'q. Ertalab tursam tovonimni bosa olmas edim. Sanchiqqa chidolmay, bir joyda bir pas o'tirsam uyushib qolardi oyog'im. Hozir unaqa narsalar yo'q. 1 oy ichdim. Yana ichishni davom ettiryapman. Kimdadir shunaqa muammolar bo'lsa, sizlarga ham tavsiya qilaman. Natijasi haqiqatda ham zo'r ekan. Bundan keyin ham yana ichishni davom ettirmoqchiman. Shu salomatlik markazi xodimlariga kattakon rahmat. Shunchalik xalq sog'lig'ini o'ylab, shunchalik yaxshi nimalarni, giyohlarni tavsiya qilishdi. Natijalari yaxshi ekan. Zefor plus 103 hamda detox tabiiy vositalari. Hammalarga rahmat. Xudo xolasa bundan keyin yana davom ettirmoqchiman. O'zimni yengil his qilyapman. Sizlarga ham shu narsani tavsiya qilaman. Sog'lig'ingizga bee'tibor bo'lmanglar azizlarim. Hammamizni sog'lig'imiz o'zimiz uchun kerak. Xudo xolasa yana davom etamiz. Sog' bo'linglar.